Akalarim, sog'lig'inglar yaxshimi? Sog'-omonmisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Charchamay yuribsizlarmi? Xo'sh, kecha menga ko'p anaqa bo'ldi. Kommentariyalarni o'qiyapman-da, har xil savollar kelyapti. Uni so'rashyapti, bir akam so'radilar. Aslida fraksiya 2 ni nima foydasi bor? Necha litrga necha gram qo'shish kerak? Och qoringa berish kerakmi, to'q qoringa berish kerakmi deb so'rabdilar. Qarang, men sizlarga yaxshilab tushuntiraman. Aslida fraksiya 2 nimaga foyda? Aslida fraksiya 2 immunitetni oshirib, har xil infeksion kasalliklarni oldini oladi. Immunitet oshgandan keyin kasalga xo'roz tovuqlar chidamli bo'ladi. Keyin mana men suv berdim, misol uchun mana shu suvning rangini ko'ringlar. Suvning rangi sarg'imtir. Suvga nima qo'shib beryapman hozir? Suvga qo'shib berayotgan narsalarimdan biri mana vitamin, общий vitamin bu. Mana shundan qo'shib beraman. 1 gram 3 litr suvga. Keyin unga qo'shib yoramiz ozgina maklaran, daksin qo'shib yoramiz suvga. Mabodo shamollayotgan bo'lsa, anaqa qilayotgan bo'lsa, kasalligiga moyillik paydo bo'layotgan bo'lsa, oldini olasizlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tdik. Mana shu oxirgi to'g'im shu suvni ichib bo'ladi, suvni to'kib tashlayman. Suv qolib ketish kerak emas. Hozir yer zax tushgan, suv muzlaydi, shamollaydi. Aslida fraksiyani chanqagan, mana ertalab turasizlar, xohlasanglar ovqatini beringlar, xohlasanglar suvini berib olinglar. Birinchi uni farqi yo'q. Och qoringami, to'q qoringami farqi yo'q. Misol uchun 3 litr suvga 5 gram yoki 10 gram solsanglar bo'ladi. Suvni ichib bo'ladi, to'kib tashlaysizlar. Ertalab yana yengitdan suv berasizlar. Xo'sh, keyin yana bir narsani aytib o'tdik. Ko'p xo'roz tovuqlarda hozir nafas olib, nafas tiqilib qolish ko'p bo'lyapti. Uni ko'plar chumadi bo'ylayapti, lekin chuma emas. Chuma emas. U hozir infeksionniy mana shunaqa nafas yo'liga kasallik tushyapti-da, xo'roz tovuqlar nafas olishga qiynalib, og'zidan har xil ajralmalar kelyapti. Suv, so'lik, burnidan sarg'imtir narsa oqyapti. Shularni tuzatish qiyin emas, bilib olinglar akalar-ukalar, u qo'rqinchli kasal emas. Endi vaqtida oldini olsanglar, yaxshi bo'ladi. Xo'sh, misol uchun men foydalanayotgan narsa kimdir farmazindan foydalanyapti. Farmazinning kuchi yetmaydi. Azitronit, men har safar videoyimda erinmasdan shu gapni gapiryapman. Azitronit olasizlar, insulinli shpritsda 1 gram tortasizlar. O'zi 1 gramlik shprits bo'ladi. 1 gram tortib turib, keyin ana ziregi bo'ladi, baldog'i deydimi, nima zireg. O'shani olib turib, o'sha yerga yarim gram qulog'iga urasizlar. Qulog'i ishadi, lekin bir hafta ishib yuradi, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Mana hozir suv berib qo'ydim bularga ertalabda. Suvni ichib bo'ldimi? Bo'ldi, suvni olib tashinglar. Xullas azitronitni qulog'iga urasizlar. Bo'ldi, shu bilan yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Inshaalloh Alloh shifo beramansa hech gap emas. Mana shu xo'rozamchi o'lib yotuvdi. Ana kuni ko'rganinglarda vashi bizilib yotuvdi. Mana shu suvga nima qo'shdim? O'sha vitamindan qo'shdim, maklaran qo'shdim. Keyin daksin qo'shdim. Sal tirilib qoldi mana. Sal tirilib, ichlari yaxshi kelyapti. Ichlari undan oldin yomon kelyotdi. Hozir sal o'ziga kelib qoldi bu xo'roz. Keyin kechaginda akalar, ukalar unaqa bo'lmanglar. Baraka qildinglarmi? Barakelardan qaytmanglar. Sizlar berayotgan 1 million, 2 million pulga men boy bo'lib ketmayman, lekin berayotgan labzinglar sizlarni labzinglarda turmasliginglar erkaklikdan. Endi qanaqa erkak, labzida turmagan erkak, men erkak deb hisoblamayman. Kecha ham baraka qilishdi o'sha kul tovuqni, mana baraka qilishdi, shu bilan telefon qilsangiz telefonni ko'tarmaydi. SMS yozsangiz javob bermaydi. Mana suvni olib tashlaysizlar, yonida suv qolmasin. Xullas, kim baraka qilishga ko'zi yetmasa, olishga ko'zi yetmasa, baraka qilmanglar akalar, ukalar. Chunki kimdir baraka deb qo'yadi-da,
kimdir baraka deydi-da, o'sha xo'rozni oldini to'sib qo'yadi, yo xo'roz yo tovuqni oldini to'sib qo'yadi. O'shanga oldini to'stinglarmi, yo olinglar, yo olmasanglar etib qo'yinglar. Men olmayman, baraka topkur, men prosta o'yin qilib gaplashdim deylar. Keyin yana bir gap aytmoqchiman, muhim gap. Mana shu xo'rozni ham ko'plar so'radi, sotasizmi? Sotaman dedim. Armaturani sotaman dedim. Hamma har xil narx qildi. Aytgan narxingga beraman dedim. Narxla dedim. Kimdir $200 qildi, kimdir $300 qildi, kimdir 2 million so'm qildi. Lekin vaholanki oxiriga kelganda orqaga qarab yurib yorishdi. Mencha atiylab qildim-da, qani kim olarkin deb. Hamma bir 10 tadan oshuv odam baraka qildi shu xo'rozni. Bo'ldi, baraka aka, menga o'tdi xo'roz. Bo'ldi, baraka, menga o'tdi xo'roz deb 10 tadan oshuv odam, erkak kishi lafz qilib, lafzdan qaytdi 10 ta odam. Endi men nima demoqchiman? Bu xo'roz sotilmaydi endi. $1000 bersam sotmayman buni. Bu xo'roz zotga qoldi. Buni men aytayapman, bu xo'roz sotilmaydi. Men bir sinash uchun aytdim, chunki odamlarga gapirsangiz sotilmaydi, bu siz nimaga sotilmaydi? Sotilmaydigan narsani o'zi yo'q deb gapirishdi-da. Men aytdim, gapi yo'q, sotilmaydigan narsani o'zi yo'q, luboy sotiladi, puliga to'g'ri kelsa bo'ldi dedim. Shu bilan keyin buni savdo qilishdi. Kimdir 200, kimdir 300 qildi, boshqa bo'ldi. Deb bo'ldi, sotaman, davay ol dedim. Bo'ldi aka, kartingizni tashab qo'ying. Kartingizga men pul tashab qo'yaman, yo deyishdi, shu bilan orqaga qarab zadni urib ochdi. Lavzidan qaytgan erkaklar menga mana shu 1 oy ichida juda ko'p uchradi. Juda ko'p. Yani qattalligini aytmayman. Lekin juda ko'p uchradi. Belavzlar. Bu o'zimga qoladi, xudo xolasa. Bu hech kimga sotilmaydi ham, berilmaydi ham. Boshqa bo'ldi. Buni olaman degan odamlar bor edi. Bo'ldi, bermayman, bu xo'roz sotilmaydi. Ana olmoqchi bo'lsanglar, mana shu armaturaning sherigini bolalari bor. Ikkita. 6 oylik, 7 oylik bo'lib qoldi bular. Oyoqlarini boylab qo'yganman, chunki yerda qadoq bo'lib qolmasin deb. Jo'jalarda, xo'rozlarda ayniqsa oyog'ini ehtiyot qilish kerak, qadoq bo'lib qolish juda kuchli, tez qadoq bo'ladi. Chunki vesi og'ir bularni, kichkina narsa emas, katta narsa. Mana ikkita Hasan Husanlar. Keyin mana bunaqa yeydi bular, mana bunaqa pokek deydimi, pokak deydimi, pokey deydimi, nima, mana shunaqani rosa yaxshi ko'rib yeyishadi bular. Mana buni baraka qilishdi keyin. Tanijonni sog' bo'lsin, belavzlar, mana shuni baraka qilishdi. Bundan ham qaytib olishdi, gap yo'q bor. Bunaqasini ko'rmadim. Xullas, men o'zi bugungi video qilayotganim maqsad narsa sotish emas yoki narsa reklama qilish emas. Aytmoqchi bo'lgan gaplarim o'sha kecha bitta akam so'radilar-da, aslida fraksiyani anaqaga olib chiqing, YouTube'ga olib chiqib yaxshilab tushuntiring aka deganlariga olib chiqib olma. Keyin to'shiga suv yig'ilsa nima qilsa bo'ladi? Men bilishim bo'yicha ana linkamicin degan ukol bor. To'shidan uriladi, quritib yuboradi to'shidagi suvni. Linkamicin. To'shiga uriladi u narsa, quritib yuboradi, xudo xolasa. O'shanga shunaqa gaplar aytadilar ukalar. Yana kimda nimadir gap bo'lsa, bu safar telefonimni qo'ymayman, chunki men hech narsa sotish niyatim yo'q. Hech narsa sotilmaydi. Bu maslahat bilan chiqyapman. To'shiga suv yig'ilib qolsa nima qilish kerak, nima qo'yish kerak deganlarga men maslahat berib o'tyapman, akalar ukalar. Kimda yana qanaqadir muammolar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Shuni yoritib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha. Endi men doktor emasman, lekin men boshimdan o'tkazganlarimni shu xo'roz tovuqlarim kasal bo'lganda qanaqa tuzatganman, nima qilganman, hammasini sinaganmiz. Bizning ham qo'limizda xo'rozlar rosa o'lgan boshida, bilmay o'ldirib qo'yganmiz. Keyin sekin tajribamiz oshib borib, keyin yaxshi bo'lib ketgan. Xullas shunaqa gaplar akalar ukalar. Shunga bilib bilmasdan hammani gapiga quloq sovurmanglar. Kimdir bilib gapiradi, kimdir bilmay gapiradi. Ani xo'rozga aro ber, xo'rozga vino ber, yaxshi bo'lib ketadi deb kimdir gapirib chiqdi-da. Aroq, vino, nimadir, yana alkogolni, xullas
xoros tovuqlarga umuman to'g'ri kelmaydi, chunki bularni jigari ko'tarmaydi alkogolli narsalarni. U odam ko'taradi. Hayvonlar ko'tarmaydi alkogolni, srazu o'ladi. O'shanga spirt, chesnoni spirtga botirib qo'yib, uni berish, nimalardir. Xullas, aka-ukalar, ehtiyot bo'lasizlar. Imkoni bo'lsa borku, o'sha vet aptekaga boringlar. Vet aptekadagilar aytishadi sizlarga nima ukol qilish kerak, qaysi biri yaxshi hozir effekt beryapti dorilarni. O'shalarni bilib olinglar aka-ukalar. Bilmay o'zingizcha doktorlik qilmanglar. Jonivorlarni prosta qiynab qo'yasizlar yo o'ldirib qo'yasizlar. Mayli, biz ham ishimizni qilaylik, tanajoninglar sog' bo'lsin, yaxshilikni ko'rishinglar aka-ukalar.